Qora sedanada o'limdan boshqa barcha dardlarga shifo bor degan mashhur hadis bor. Asrlar davomida uning yangi foydalari kashf qilinib keladi. Bugunda esa olimlar qora sedanani ko'plab tadqiqotlarda tekshirib ko'rishdi va o'zlari ham kutmagan natijalarga guvoh bo'lishdi. Hozir shu eng qiziqarli kashfiyotlar haqida gapirib beraman. Hatto shifokorlarni ham hayratda qoldirgan faktdan boshlaymiz. Tadqiqotlarning birida tizzasi xasta odamlarga kuniga 2 marta qora sedana yog'i surtilgan. 3 haftadan so'ng ulardagi og'riq aptekaning diklofenak geli surtganlarga qaraganda ancha ko'proq kamaygan. Boshqa bir tajribada bu yog' oddiy og'riq qoldiruvchi tabletkalardan qolishmasligini ko'rsatdi. Lekin u dorilar kabi oshqozon va buyrakka zarar bermaydi. Sedana iste'mol qilganda esa bo'g'imning o'zida yallig'lanish pasaygan. Odamlarga yurish va oyoqni bukish osonlashgan. Bir o'ylab ko'ring. Oshxonadagi oddiy ziravor, lekin natijasi apteka dorilari darajasida va bu uning foydali xususiyatlarining boshlanishiga xolos. Bunday ta'sir qayerdan keladi? Sababi yallig'lanishda. Ko'pgina yosh bilan bog'liq kasalliklarning negizida surunkali yallig'lanish yotadi. Sodda qilib tushuntiraman. Bu to'qimalardagi immun tizimining uzoq davom etadigan sezilar-sezilmas reaksiyasi. Siz uni deyarli his qilmaysiz, ammo u yillar davomida tog'ayni, tomirlarni va boshqa a'zolarni yemiradi. Qora sedananing asosiy ta'sir qiluvchi moddasi uni timaxinon deb atashadi. Eng ko'p o'rganilgan komponent bo'lib, aynan u yallig'lanishni pasaytiradi. Undan tashqari, urug' tarkibida foydali yog' kislotalari ham bor. Lekin tadqiqotlardagi asosiy ta'sir aynan timaxinon bilan bog'lanadi. Shu bilan birga u antioksidant sifatida ham ishlaydi. Ya'ni oksidlanish stressini, yosh o'tishi va kasalliklar tufayli to'planadigan beqaror molekulalarning hujayralarini shikastlanishini kamaytiradi. Xullas, qora sedana oddiy og'riq qoldiruvchilar kabi shunchaki og'riqni pasaytirmaydi, balki muammoning ildiziga ta'sir qiladi. Yallig'lanish faqat bo'g'imlarda bo'lmagani uchun ham uning foydasi butun tana bo'ylab seziladi. Shuni ta'kidlash kerakki, qora sedana kecha kashf qilingani yo'q. Uning shifobaxsh xususiyatlari haqida buyuk vatandoshimiz Ibn Sino ham o'z tib qonunlari asarida ham yozib qoldirgan. Qora sedananing eng kuchli va isbotlangan ta'siri qondagi qand miqdori bilan bog'liq. 30 ga yaqin tadqiqotlarning katta tahlili shuni ko'rsatdiki, u ertalabki och qorindagi qandni ham, oxirgi 3 oydagi o'rtacha qand ko'rsatkichini ham tushiradi. Bundan tashqari, 1 yil davom etgan tadqiqotda odamlar qandli diabet dorilarga qora sedanani qo'shib ichishgan va ulardagi qand miqdori faqat dori ichib yurganlarga qaraganda ancha yaxshi nazorat qilingan. Bu qanday ishlaydi? Sedana tanaga insulinni yaxshiroq qabul qilishga yordam beradi va diabetni kuchaytiruvchi o'sha yallig'lanishni so'ndiradi. Buni qancha uzoq ichsangiz, ta'siri shuncha bilinadi. Tadqiqotlarda sezilarli o'zgarishlar taxminan 8 haftadan keyin ko'zga tashlangan. Bu davolanishning o'rnini bosmaydi, lekin har kunlik kuchli ko'makdir. Chunki aynan yuqori qand yillar davomida ko'zlarni, buyraklarni, asablarni va o'sha bo'g'imlarni sekin-asta yemiradi. Shuning uchun uni jilovlab turish butun tanangizning sog'lig'i bilan bog'liq. Keyingisi yurak va qon tomirlar. O'nlab tadqiqotlar xulosasiga ko'ra, qora sedana yuqori va pastki qon bosimini, shuningdek, yomon xolesterinni oz-ozdan tushiradi. Ochig'ini aytaman, bu yerda raqamlar biroz kamtarona. Bu yurakka qarshi maxsus dori emas, lekin pasayish barqaror. Qon tomirlari uchun esa har bir kichik detal ham muhim. Yuqori qon bosimi ham, ortiqcha xolesterin ham bildirmay harakat qiladi. Yillar davomida jim turadi, keyin esa infarkt yoki insult ko'rinishida yurakka va miyaga birdaniga zarba beradi. Shuning uchun qora sedanaga har kuni qo'l ostingizda bo'lgan ovqat, uyqu va harakat kabi yana bir kichik yordamchi vosita sifatida qarang. Endi vazn haqida. Tadqiqotlarda qora sedana qabul qilgan odamlarning tana vazni va bel aylanasi biroz kamaygan. Bu bitta kurs davomida o'rtacha 2 kg atrofidagi natija. Bu ko'p emas va sedana o'z-o'zidan yog'ni ham eritib yubormaydi. Lekin bu yerda boshqa narsa muhim. Qorin qismidagi visceral yog' organizmda yallig'lanishni ushlab turuvchi moddalarni ishlab chiqaradi. Tizzasi va beli og'riydigan har bir kishi uchun muhim bo'lgan to'g'ridan-to'g'ri bog'liqlik mana shu yerda. Qorinda yog' qanchalik kam bo'lsa, bo'g'imlardagi yuklama va yallig'lanish shuncha kam bo'ladi. Ya'ni vazningizni nazorat qilish orqali siz bir vaqtning o'zida ham tizda va belingizni ham yengillashtirasiz. Keyingisi jigar. Bugungi kunda deyarli har ikkinchi odamning jigarini yog' bosgan va bu ko'pincha hech qanday belgilarsiz kechadi. Inson buni yillar davomida bilmasligi mumkin. Keyin esa UZIda tasodifan aniqlanadi. Tadqiqotlarda qora sedana jigardagi yog' miqdorini kamaytiradigan va uning tahlil ko'rsatkichlarini yaxshilagan.
Mexanizm o'sha kamroq yallig'lanish va yog'larning yaxshiroq qayta ishlanishi. Bu juda muhim, chunki yog' bosgan jigar bora-bora diabet va yurak kasalliklarini xavfini oshiradi. Nafas olish. Tadqiqotlarda qora sedana bronxial astmasi bor odamlarning holatini yaxshilagani kuzatilgan. Xurujlar kamaygan, to'liq nafas olish osonlashgan. Bahorda ko'pchilikni qiynaydigan allergik tumov bo'yicha ham ma'lumotlar bor. Sabab o'sha sedana yallig'lanishni oladi. Faqat bu safar nafas yo'llari va burunda. Gullash mavsumida nafas qisishidan qiynaladigan yoki yillar davomida astma bilan yashayotganlar uchun bu arzon va yoqimli qo'shimcha. Lekin ta'kidlab o'taman, bu shifokor yozib bergan ingalyator o'rniga emas, balkim unga qo'shimcha sifatida qabul qilinadi. Teri alohida mavzu. Qora sedana yog'ini terining ba'zi yallig'lanish kasalliklarida, masalan, ekzemada, qichishish va qizarish bilan kechadigan terining surunkali yallig'lanishi sirtga surtib o'rganishgan. Bu borada ma'lumotlar hozircha kamroq va unchalik qat'iy emas, ammo bu yo'nalish o'rganilmoqda. Shuning uchun bunga 100% isbotlangan fakt sifatida emas, balkim ehtimoliy foyda sifatida qarash kerak. Yana bir yo'nalish immunitet. Qora sedana immunomodulyator xususiyatiga ega. Sodda qilib aytganda, u immunitetni yanada aqlliroq qiladi. Ya'ni immun tizimingiz to'g'ri va samarali ishlaydi. Shuning uchun u ko'pincha sovuq mavsumda organizmni qo'llab-quvvatlash maqsadida kurs ichiladi. Kayfiyat va xotira. Mana bunisi deyarli hammani hayratda qoldiradi. Tadqiqotda qora sedana qabul qilgan odamlar kayfiyati yaxshilangani, xavotir kamaygani va hatto xotirasi kuchayganini ta'kidlashgan. Bu qayerdan keldi? Gap shundaki, miya ham yallig'lanish va oksidlanishni yomon ko'radi. Sedana esa asab hujayralarini himoya qilib, bularning har ikkisini pasaytiradi. Ya'ni u faqatgina tanaga emas, balki miyaga ham, fikr tiniqligi va xotirjamlikka ham ishlaydi. Erkaklar salomatligi yana bir kamroq gapiriladigan mavzu. Tadqiqotlarga ko'ra, sedana erkaklarning fertillik, ya'ni farzand ko'rish ko'rsatkichlarini ham, xususan spermatozoidlarning miqdori, harakatchanligi va shaklini ham yaxshilagan. Sababi o'sha oksidlanish orqali shikastlanishdan himoya qilishdi. Chunki bu hujayralar unga juda ham ta'sirchang bo'ladi. Bu natija turli tadqiqotlarda o'z tasdig'ini topgan. Endi esa eng muhimi, nega ayrim odamlar qora sedana ichishdan foydasi bo'lmadi deyishining sababi. Olimlar bozordan 30 xil qora sedana yog'ini olib, laboratoriyada tekshirib ko'rishdi. Ularning tarkibidagi foydali modda miqdori bir-biridan 1000 barobardan ko'proq farq qilgan. 2, 3 yoki 10 barobar emas, aynan 1000 barobardan ham ko'proq farq qilgan. Bu raqamni o'ylab ko'ring. Ya'ni biridagi yog' juda to'yingan bo'lsa, ikkinchisida foydali moddaning o'zi deyarli yo'q bo'lgan. Garchi ularning ko'rinishi va narxi o'xshash bo'lsa ham. Buning sabablari bir nechta. Aynan o'sha odamlar sedanadan izlaydigan timaxinon moddasi tez buziladi. Issiqlik yoki kimyoviy ishlov berilganda uning miqdori kamayib ketadi. Yog'ni arzonroq boshqa yog'lar bilan aralashtiriladi va sifatni hech kim nazorat qilmaydi. Tanish holat. Odam bozordan arzon yog' oladi. Bir oy ichadi, hech narsani his qilmaydi va hammasi yolg'on ekan degan fikrga boradi. Yolg'on sedanada emas, sifatsiz soxta yog' sotayotganlarda. Shuning uchun agar siz ichib ko'rib hech narsani sezmagan bo'lsangiz, deyarli 100% sedanadan emas, shunchaki aldangansiz. Quyida boshqa aldanmaslik uchun yo'lini o'rgataman. Haqiqiysini qanday tanlash mumkin? 5 ta qoida. Birinchidan, tarkibida faqat qora sedana urug'ining yog'i bo'lishi kerak. Hech qanday giyohlar aralashmasi va xushbo'ylashtiruvchilar bo'lmasin. Ularni ko'rdingizmi? Darhol joyiga qaytarib qo'ying. Ikkinchidan, faqatgina sovuq siquv, ya'ni холодный отжим bo'lgani. Issiqlik foydani o'ldiradi. Shuning uchun shishada sovuq siquv deb yozilmagan bo'lsa, ichi bo'm-bo'sh deb hisoblayvering. Uchinchidan, etiketkada ta'sir qiluvchi moddaning foizi ko'rsatilgan bo'lishi va laboratoriya tekshiruvidan o'tgan bo'lishi kerak. Haqiqiy yog'da bu odatda 1,5-3% ni tashkil qiladi. Hujjatsiz, ko'zga chiroyli ko'rinadigan yuqori raqamlar bu foyda emas, shunchaki marketing reklamalardir. To'rtinchidan, faqatgina to'q rangli shisha idish, yorug'lik va havo foydali xususiyatlarini yo'q qiladi. Shuning uchun shaffof plastik yomon belgi. Beshinchidan, ta'mi va hidi. Haqiqiy yog' o'tkir, biroz taxir, kuchli hidli va tomoqni biroz qizdiradigan bo'ladi. Agar u ta'msiz va hidsiz bo'lsa, qo'lingizda shunchaki soxta mahsulot. Va kichik bir bonus. Eng yaxshi urug'lar odatda Turkiya,
Efiopiya va Misrdan keltiriladi. Bilishingiz kerak bo'lgan yana bir muhim detal. Qora sedanani ko'pincha boshqa qora urug'lar bilan, masalan, zira yoki piyoz urug'i bilan adashtirishadi. Botanika jihatidan bular boshqa o'simliklar bo'lib, yuqorida aytilganlarning barchasi aynan qora sedanaga, lotinchada nomi Nigella sativaga tegishli. Qadoqdan aynan mana shu nomni qidirish kerak. Qora sedana urug'ini yeyish kerakmi yoki yog'ini ichishmi deb savol bersangiz, javobi ikkalasi ham ishlaydi. Urug'lar arzonroq, yog'i esa qulayroq va to'yingan bo'ladi. Biri ikkinchisidan ustun emas. Farqi faqat to'yinganligida. Endi foydasi tegishi uchun qanday qabul qilish kerakligi haqida. Qora sedananing ta'sir qiluvchi moddasi suvda yomon eriydi va yog'li ovqat bilan birga yaxshiroq o'zlashtiriladi. Shuning uchun yog' ovqat paytida ichiladi. Kuniga yarim choy qoshiqdan boshlang va asta-sekin bir choy qoshiqqacha yetkazing. Albatta ovqat bilan birga. Shunda u yaxshiroq hazm bo'ladi va oshqozonga botmaydi. Agar urug' olayotgan bo'lsangiz, chorak yoki yarim choy qoshiq. Eski sinalgan usul. Urug'larni 1 daqiqagacha yengil ezib, 1 qoshiq asal bilan aralashtiring. Ham mazaliroq bo'ladi, ham ancha yaxshi hazm bo'ladi. Yog'ni hech qachon qizdirmang. Issiqlik uni o'ldiradi. Faqatgina iliq yoki sovuq ovqatga qo'shing. Vaqt ham ahamiyatga ega. Ertalab qand va moddalar almashuvi uchun, kechqurun bo'g'imlar va tinch uyqu uchun va hammasining hal qiluvchi asosiy qoida miqdor emas, muntazamlik muhim. Oz-ozdan, lekin har kuni, kamida 2-3 oy. Haftada bir marta ichilgan bir qoshiq yog' sizga hech qanday foyda bermaydi va 3-kuniyoq mo'jiza kutmang. Birinchi o'zgarishlar ertalabki tortishlarning kamayishi, qand miqdorining me'yorga kelishi, kuch-quvvat paydo bo'lishi odatda bir necha haftadan so'ng seziladi. Endi esa muhim ogohlantirishni aytaman. Qora sedana yordamchi. U yallig'lanishni pasaytiradi va tanani qo'llab-quvvatlaydi. Lekin allaqachon yemirilgan tog'ayni tiklamaydi va shifokor yozib bergan davoning o'rnini bosa olmaydi. Uni deb dorilarni tashlab qo'yish mumkin emas va ehtiyotkorlik talab etiladigan holatlar ham bor. Diabetga qarshi dorilar bilan ichilganda sedana qand miqdorini haddan tashqari tushirib yuborishi mumkin. Qon bosimi dorilari bilan bosimni juda pasaytirib yuborishi mumkin. Qonni suyultiruvchi vositalar bilan ichilganda yoki operatsiya oldidan u qon ketish xavfini oshirishi mumkin. Bundan tashqari, sedana ba'zi dorilarning ta'sirini o'zgartirishi, ularni kuchaytirishi yoki suslashtirishi ham mumkin. Shuning uchun doimiy dori ichadiganlar buni albatta shifokor bilan maslahatlashishi shart. Homilador va emizikli ayollarda esa uni qabul qilish tavsiya etilmaydi. Shuning uchun eng to'g'ri yo'l shifokoringiz bilan maslahatlashgandan so'nggina boshlashdir. Agar bu videoni foydali deb bilsangiz, like bosib bizni qo'llashingiz mumkin. Shunda uni ko'proq odamlar ko'radi. Izohlarda esa qora sedani qabul qilgan, qilmaganingizni va natijasi qanday bo'lganini yozib qoldiring. Bunday foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun esa Konservativ davo kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Qora sedana haqiqatdan ham yallig'lanishni pasaytiradi va organizmni qo'llab-quvvatlaydi. Bu tadqiqotlar orqali tasdiqlangan. Lekin yemirilgan bo'g'imni, umurtqalar aro grijani yoki sizni yillar davomida qiynab kelayotgan og'riqni birgina sedana bilan davolab bo'lmaydi. Bu yerda harakat, mushaklarni mustahkamlash va to'g'ri davolanish kerak. Agar bo'g'imlaringiz yoki umurtqangiz anchadan beri sizni bezovta qilayotgan bo'lsa, Delta Vita reabilitatsiya markazi operatsiya va ukol dorilarsiz bosqichma-bosqich va mutaxassislar nazorati ostida tiklanishingizga yordam beradi. Sifatli natija olishni istasangiz, batafsil ma'lumotlar uchun pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. O'zingizni asrang va kelasi videolarda ko'rishguncha xayr.